Bitta odam deb har payshanba kuni kechqurun jumaga o'tar kechasi ya g'ani deb Allohni ey behojat bo'lgan, boy bo'lgan zot deb Allohni eslasa, 10,000 dona eslasa, 10 hafta har payshanba kuni kechqurun 10,000 donadan aytsa, Alloh shunday kon beradiki u bandaga, o'zi ham bilmaydi u bergan kon qayerdan kelib qolganini deydi. Siz qilib ko'ring. Uning uchun o'tirish kerak, qo'lga tasbih ushlash kerak. Ya g'ani deb 10,000 donani 1 soat yo 1,5 soatda o'qib bo'lasiz. Tez o'qiydigan odam 1,5 soatda o'qib bo'ladi. 10 hafta qilib, ey Alloh, mana men sendan so'radim, ber menga deb ko'ring. Oqizib yuboradi Parvardigor. Xohlagan yeringizdan Xudo rahmatini keltiradi. Xudo qodir. Xudoga ishtim emas. Biz muhtaram jamoat